boshida boshlaganimda, shu boshlab endi kelayotgan paytida mehmonlardan tortib tanish bilish, bitta-ikkita o'rtoqlar hammasi kulgan. Masjiddan o'tib, senchilib naridan chiqib ketganda ham o'tiraveradi. Qachon katta bola bo'lasan, qachon tayinli ish qilasan degan insonlar mana hozir balkim ham kuzatib o'tirishgandir. Bizani remont qilayotganimiz sababli juda ko'p obunachilarimiz tovarlarni va shishkalar narxi sotib olishga ulgurib qolishyapti. Kecha ham chig'ollar aka 1 soatda 50 taga yaqin chig'olni taqillatib tashadi. Maktablarimizni ancha oldin tugatib bo'luvdik. Hozir sizga yana men tovar ko'rsataman. Bu tovarning narxi ham aka shishkalar narxi ulgurib qolishga harakat qilishingiz kerak. Xudo xohlasa tez orada rullarimizga hali yetib kelmadik. Bularni ham chegirma narxida aka do'konimiz remont bo'lishiga bois buni ham baribir polkalarni to'liq bo'shatishimiz kerak. Hozir men sizga taklif qilmoqchi bo'lgan narsam Spark bilan Matiz avtomobiliga ramkalar aka. Spark tayyor Tesla monitorga tushadigan deflektorli ramkalar aka 580 ming 600 ming sotilgan. Buni biz sizga aka 250 ming so'mga qilib beramiz. Bunisi zavodskoy magnitofoniga o'rtada soatlari avaringkasi mana xrom varianti. Mana ikki xili bu ko'rmoqchingiz mumkin. Zavodskoy magnitofonga buni ham narxi 250 mingdan donasi, Spark Teslaga tushadi. Buni narxini ham 250 ming so'm qilib beramiz. Matizgina aka, Matizga ham shu tegina aka 130 ming so'mga bu matvi varianti. Buni tayyor akoprint qilingan varianti bor. Buni narxini aka sizga 250 ming so'm qilib beramiz. Tezroq bilan hammasini bo'shatib olsangiz, xudo xolasa remontimiz yanada tezroq bo'ladi. Yo'nalish ham sal boshqacha yo'nalishda, vitrinalar ham boshqacha bir chiroyli. Xullas, bu nima narsaligini bir qarashda bilmasligingiz mumkin. Videoni davomida ko'rsangiz, nima narsaligini tushuntirib o'tganmiz. Ne shunaqa ekan, hamma sohada shunaqa ekan. Bari sapojnik bez sapagi deyishadi-yu. Men o'zimni bir oshna og'aylarim o'zini sohasidagi narsasida minus bo'ladi. O'zimizda kansler xizmati bor. Bir 2 oydan beri mana shu bolalarga aytaman, qilib berlaring, friyonni yengilab berlaring, zaas ko'tiribman-da deyman. Ana qilib beraman desa klient kelib qoladi. Shu yerda haliroq qilib olamiz, erta qilib olamiz deb pashti yozdi. O'sha men 2-oy ham kelish arafasida turibdi. Va nihoyat men bugun aytdim. Bugun o'chib ketdi, havoni qaranglar, issiqligini. Chunki bugun qilib bermasalaring bo'lmaydi dedim. Kakras kelsam, hozir kakras ikkita moshdan chiqarib yuborishdi. Olib kelib yurlaring, davay, qilib olamiz. Xudo xolasa zavodskoy friyoni o'jani kuchini yo'qotgan. Mashina ham pashti bir yaqinda bir 2 yillik mashina bo'ladi. Kuchini yo'qotgan, o'zini friyonini to'kib, yengani Svijuxo friyonlarni qamimizda muzdekkinada mazza qilib yuramiz. Konserneri bo'yicha bemalol murojaat qilasizlar, kelsanglar chiroyli qilib friyonni alishtirib beramiz. Xohlasanglar remontini qilib beramiz. Hali ham kelsanglar proverka qilib berishimiz bepul. Bemalol foydalanib qolinglar. Konserneri bo'yicha nomerimizni qoldiramiz. Alo qilib kelaverasizlar. Salomat bo'linglar.